Hammaga assalomu alaykum. Siz Koreya kosmetika sirlarini, yuz parvarish qilish haqida juda ham qiziqarli life hacklarni va har xil ma'lumotlarni aytib o'tadigan Comix.uz kanalimizga xush kelibsiz. Qanday qilib yorqin teriga erishganim haqida bugun sizlarga aytib beraman. Ko'pchiligimiz oynaga qarab, hammada blogerlarning yuzi yaltillaydi, nega mening yuzim yaltillamayapti, shuncha krem oldim-ku degan savollarimizni berishimiz mumkin. Va albatta berganmiz, chunki menda ham shunaqa savollar bo'lgan. Har doim o'zimga aytaman, nega mening yuzim yaltillamayapti derdim. Bugun men sizlarga hech qanday sehrsiz rostini aytib, o'zim qanday qilib shunaqa yorqin yuz terisi yerga bo'lganim haqida gapirib beraman. Qani ketdik, men sizlarga hozir ketma-ketlik bo'yicha yuzimizni qanaqa yaltillash haqida gapirib beraman. Birinchi qadamimiz bu tozalash. Agar siz gidrofil yog'ini qo'l yuzingizga surayotgan bo'lsangiz, iltimos unday qilmang, sababi u sizda ishlab bermaydi. Har doim aytib o'tganimdek, gidrofil yog'ni quruq yuzlarimizga surtib tozalab olamiz. Agarda sizni burningizni qismida xuddi qo'lpinaga o'xshab kengaygan poralar va poralar ichida qorintoshlar bo'lsa, uni siz albatta gidrofil yog'ida 2 karra ko'proq artib tozalab olishingiz kerak. Mana eng sevimli bo'lgan gidrofil maslalarim va balzamlarim. Ko'rib turganingizdek, qo'limdagi 2 xil brend turibdi. Bittasi Anua brendidan, bittasi Roundlab brendidan. Qo'limdagi Anua brendidagi gidrofilni yog'i bu juda ham yog'li, muammoli yuz teriga mos tushadi. Qo'limdagi esa Roundlab brendidagi soyben oil esa bu juda ham quruq yuz teriga mos tushadi. Va eslatib o'tiraman, men uyda foydalanayotganda faqat gidrofilni yog'dan foydalanaman. Agar menda safarga otlansam, bu joyga ketsam, gidrofilni balondan foydalanaman, sababi chunki bu oqib ketmaydi, quruqroq, qattiq ko'rinishda bo'ladi. Va albatta eslatib o'taman, gidrofilni yog'ni ham, balzamni ham effekti bir xil. Emulgatsiya. Bu haqiqiy sehrdir. Gidrofilli maslani yuzimizga surganimizda biroz suv qo'shib ozgina ishqalasak, xuddi yuzimizdagi maslamiz sutga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi, emulsiyaga aylanadi. Yana bir-ikki marta yuzimizni yaxshilab ishqalab, massaj qilib, yog'larni yuvib tashlaganimizdan keyin yuzimiz juda ham chuqur tozalanib beradi. Ikkinchi qadam bu penka. Penkadan yuzimizni yog'da yuvib olganimizdan keyin albatta penkada ko'pirtirib yuzlarimizni tozalab olamiz. Uni qanday yuvamiz? Qo'limizga ozgincha penkani chiqarib, yaxshilab qo'llab ko'pirtirib, keyin yuzlarimizni tozalab yuvib olamiz. Qo'limda ko'rib turganingizdek 2 xil penka turibdi. Bittasi Hamish brendidan yog'li yuz terisiga mos tushadi. Ikkinchisi esa Blue View brendidan bu quruq yuz terisiga mos tushadigan penka. Mani sezgir terim uchun kombinatsiyalashtirilgan sxemani aytib bermoqchiman. Mani terim juda ham sezgir va quruq, lekunda T zonam esa yog'li, yog'lanib ketadi juda ham ko'p. Shuning uchun meni kosmetologim o'zimga juda ham chiroyli tavsiya qilib berganlar, shu tavsiyani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, yonoqlarimni yumshoq tozaluvchi malochkada tozalab olaman. T zonam esa juda ham yog'li bo'lganligi uchun uni bechak ko'pigidan yuvaman. Uchinchi qadam toner bosqich hisoblanadi. Men sutli tonerlarni tanlaganman va juda ham yaxshi ko'raman. Sababi nimaga? Sababi teksturasi juda ham yengil, sutga o'xshaydi, yumshoqqina, yuz terisi chuqur namlantirib beradi va yuzingizni tinchlantirib beradi. Agar yuzingiz juda ham quruq bo'lsa, men sizga maslahatim sutli tonerlardan foydalanganingiz yaxshi. Masalan, Silimax brendidan dual toneri juda ham zo'r chuqur namlantirib tinchlantirib beradi va o'sha mashhur brendimizda Toson brendidan tonerlar. Ammo bu vositalar menga mos kelgan vosita hisoblanadi. Har bir odam o'ziga mos terisiga parvarishni topishi kerak va tanlashi kerak. Men ko'p narsani sinab ko'rganman va oxiri shularga to'xtaganim uchun menga juda ham bular yoqadi. Toner pedlar. Qo'shimcha yaltillash uchun men toner pedlardan ishlataman, foydalanaman. Sababi bu toner qo'limdagi tonerimizni yuzimizni yengil peeling qilib, yuzimizga o'sha glow effektini beradi. 4-qadam bu sirtkalar. Men sirtkalar haqida butun kun davomida gapirib berishim mumkin, chunki men juda ham sirtkalarni yaxshi ko'raman va shu 3 ta sirtkam bor. Hozirgi kunda foydalanib kelyapman 3 tasidan. Birinchisi bu keramitlar. Demak, keramitlar yuzimizning himoya qatlamini tiklab beradi va tinchlantirib, namlantirib beradi. Va albatta vitamin C antioksidant, buni har doim ertalab suraman ko'chaga chiqishimdan oldin. Undan tashqari va уже men 32 dan oshyapman. O'shaning uchun yuz parvarishimga Mastilex brendini qo'shganman. Bu yuzimizga lifting effektini berib, yuzimizni taranglashtirib beradi. 5-qadam bu krem.
Oldinlari men juda ham qalin krem surishni yomon ko'rardim, lekin uje surmagandan keyin yuz terim qurishni boshladi. Qurigandan keyin yuzimda hattoki makiyaj ham yaxshi o'tmaydigan bo'lib qoldi. O'shaning uchun hozirgi kunda men kechasiga juda ham qalin kremdan foydalanyapman. Juda uxlaganimda yuzimga yaxshi qalin krem surib, chuqur namlantirib beradigan. Kunduz kuniga esa juda ham teksturasi yengil bo'lgan kremdan foydalanyapman. Bu qo'limdagi kremdan foydalanayotgan sababi yuzimda makiyaj ham juda ham yaxshi o'tib beryapti. 6-qadam bu SPF. SPF har kuni surishimiz shart. Xoh yomg'ir yog'sin, xoh qor yog'sin, xoh quyosh chiqsin, xoh tosh yog'sa ham hattoki SPF surishimiz kerak. Sababi yuzimizdan quyoshdan himoya qilmasak, yuzimiz tezda ajin tushib va qarib ketamiz. Mana qo'limda o'sha mashhur Roundlab brendidagi SPFlar turibdi. Bittasi namlantiradigan SPF, bittasi ton beradigan SPF. Bu ikki SPFni bemalol surishingiz mumkin. Ikki SPF surganingizdan keyin ustidan bemalol tanaga ham surganingizda tanangizga yuzga juda ham yaxshi o'tadi. Mana shu hammasi edi. Asosiysi erinmaslik. Har kuni parvarish qiling va jarayondan zavqlaning. Teringizga g'amxo'rlik qilishni juda ham yaxshi ko'ring va erinmasdan g'amxo'rlik qiling. Ular sizga albatta rahmat deydi. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga like bosing, bizni kanalimizga podpisatsiya bo'lib oling. Bu videoni o'ziga bo'lgan yaqin dugonalaringizga, opalaringizga yuboring, ular ham bu ma'lumotdan ega bo'lishsin. Agar sizda qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentarda yozishingiz mumkin. Men sizga javob berishdan xursandman va mamnunman. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.